Erim meni yaxshi ko'rmaydi. Ijobiy albatta 2025-yilda hayotingizni tubdan o'zgartirishga yordam beradigan 3 usul. Uchinchisidan Elon Musk ham foydalanadi. Birinchisi, maqsadingizni aniqlang va uni bo'laklarga bo'lib chiqing. Ya'ni hayotingizni qaysi sohada o'zgartirmoqchiligingizni aniq qilib, uni kichkina rejalarga bo'lib chiqing. Har doim kichkina qadamlarni bosish oson bo'ladi. Ikkinchisi, zararli odatlaringizni kamaytiring. Chunki bu hayotingizni yomon tarafga o'zgartiradi. Masalan, oddiy telefonda agar ko'p vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, o'sha vaqtingizni hech bo'lmaganda yarmini ilm olish yoki bo'lmasam kitob o'qishga sarflaydigan bo'lsangiz, ishoning 1 yilda hayotingiz tubdan o'zgarib ketadi. Uchinchisi esa bu oddiy narsa, ya'ni hamma narsani oddiy o'ylang. Maqsadlaringizga e'tibor berganda, albatta savol bering. Bu sizga nima uchun kerak? Chunki ko'p insonlar maqsad qo'yganda aynan u nimaga kerakligini va hattoki kerak-kerakmasligini ham bilishmaydi. Siz agar bu savolga javob topa olsangiz, albatta hamma maqsadlaringiz amalga oshadi. Keyingi yildagi o'zgarishlarga ega bo'lish uchun hozir sahifamga obuna bo'lishdan boshlang. U yerda sizga kerakli maslahatlar berib boriladi.